Assalomu alaykum. Hammaga yana bir bora navbatdagi ruksakimiz tayyor bo'ldi. Adashmasam bir 6 oycha oldin boshlab qo'ygandim shekilli bu ruksakimni. Hali baxti ochilib hech tayyor bo'lmadi. Tag'in ham hali ham tayyor emas. Mana bu yerga yopishga magnit qo'yishim kerak edi. Bitta ushani qo'ysam tayyor bo'ladi. Oldi cho'njaklari bor. Mana yonilari va orqa qismimiz. Mana bemalol hamma o'ziga moslab kimdir kattaroq, kimdir kaltaroq qilib ruksakini iladigan joyini o'ziga loyiq qilib oladi. Mana orqalari ikki xil rangda to'qiganman. Mashina o'ziga ikki pochka munchoq ketgan. Bitta pochka bundan, bitta pochka bu rangidan ketdi. Ikki pochka munchoqda ruksakimiz tayyor bo'ldi. Adashmasam bunga bemalol daftar sig'adi. Nuliga hali sop ko'rganim yo'q. Mana qaranglar, navbatdagi ruksakimiz. Taqadigan joylari kengaygan. Mana bitta magnitini qo'ysak, xudo xolisa ruksakimiz ham tayyor bo'ladi. Bu ikkinchi munchoqli ruksakimiz. Mana yurakchalik qilib yonilari kattagina, bemalol ichiga ancha-muncha narsa ketadi. Mana navbatdagi ruksakimiz tayyor bo'ldi.